Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalımızda podpischilar, yurtdoshlar. Bugun Rosenterda biza do'stlar, sizlarga ko'rsatadigan ko'chmas mulkimiz bir etaj katta havuz-joy bo'ladi. LD 15, o'zinasini 30, 450 kvadrat bo'ladi do'stlar. Eldilar ham yine ziloniy zonalar yine. Bu tarafdan haddilar var, kanalizatsiyalar tushirilgan, stechga etilingan do'stlar eldilar. Esa getdik unda ichallarini danıştırıp o'tamiz do'stlar. Do'stlar, girib keldik yine havuzayımızdan. Beyde katyolu joylashgan oladi, rakovina messasi. Shunday 10-4 olib, ulu dalan tushgan oladi. Tepasida beyde yana bir xonasi bor. O'zingiz kelganda ko'rib olasizlar. Bu yanımızda yana bir tereskasi, holi ochiq. Holi bo'ladi. Bu yerda bir xonasi bor. Bu xonasini kelganda o'zingiz ko'rib olasiz. Hozir baja turibdi ekan. Bu yan tarafimizda zalımız oladi. Zalımız ham aboydan chiqib turibdi bir remontdan. Bu yerda bir xonamiz oladi, spalnyamiz. Bu yan tarafda endi hozir bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Bog' keng tushgan. Bu yerda kuxnyasi oladi. Kuxnyasi. Bana chiqsak, bog'i shunday ko'rinishda qurilish etilingan, bellarni yıkib turib joy solib bersangizlar ham bo'ladi. Toshkentga ketib, eldan kiratib. Shunday yine havuz-joyimizni ko'rinishi shunday do'stlar. Kvadrat metri 14,46 ga 29,46 oladi. Salkam 450 kvadrat. Kimni qiziqtirgan olsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Telefon istangizda kelib ko'rsatamiz. Pulini ham kelishib beriladi. Pulini aytib o'tadigan bo'lsak do'stlar, 780 milyon so'm. Rosenterda joylashadi. Mestasi yo'lning ustuna yaqin, ulu yo'lning ustuna. Kimga qiziqarli bo'lsa, do'stlarimiz shu yerlardan qidirib bilgan bo'lsa, ulashib qo'yinglar do'stlar. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi ro'yxatda görüşguncha deb qolamiz.